Hijobli ayollar kiyinishdagi top 3 ta xato aniq bilaman. 3-xatoni siz ham iddaji manam qilganmiz. Demak, birinchisi, bitta obrazingizga 4-5 ta ranglarni qo'shib yuborish va bu siz obrazingizni arzonchi ko'rsatadi. Uni o'rniga Hijabiya brendining shunaqa skromniy tikilgan libosini va bonusiga ro'molni olishingizni maslahat beraman. Ikkinchisi, aksessuarlarni noto'g'ri tanlash va ularni ko'paytirib yuborish. Siz ro'mol va ko'ylagingizni qimmat ko'rgan bo'lsa, uni to'g'ri tushira olmasangiz, bu sizga absolyutno minusga ishlaydi. Uni o'rniga shunaqa ko'ylagimizni xarid qilib olib, dastavka xizmati mutlaqo bepulligidan foydalanib, ko'chalarga ham, yurishlarga ham bemalol kiyib chiqsangiz bo'ladi. Ro'moli bonusga. To'pov 3-xato bo'lsa, kiyimingiz tor yoki keng bo'lishi. Xalq tilida aytganda, birovnikini kiyib olganmisan degan effektni beradi. Uni o'rniga Hijabiya brendini unaqasiga ham bunaqasiga ham to'g'ri keladigan oversize stilidagi razmerlari standart bo'lgan libosni xarid qilib oling va mazza qilib kiying. Video yoqqan bo'lsa, uni eng yaqin do'koningizga jo'nating va unga eng yaxshisini ravo ko'rishingizni isbotlang.